Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabilimizda ayol kishi bo'ldi, bitta tomirlari ko'karib chiqib turganiga, ularni uzdoblar qilganimizda mana varikozlar topildi. Bu xonaki o'zlariga unchalik bilinmagan, og'riq bo'lmagan, sezmaganlar, lekin mana juda ham katta varikozlar. Bu nima hisobiga bo'lgan? Bu klapan yetishmovchilik hisobiga. Mana shu qora turganlar varikoz tomiri mana ichkarida. Katta turgan. Klapanlar ishlamaydi. Shu qon tomirlarida ham klapanlar bo'ladi. O'sha klapanlar yetishmovchilik hisobiga qon mana tepaga chiqib ketayotgan qon qaytib tushadi pastga. Alloh taolo shuni yaratgan. Yurak mana shu har bitta ishlagani nasos kabi so'rib oladi o'sha oyog'ingizdagi qonni tepaga, yana qaytarib tushiradi. O'sha so'rayotganda qaytib tushmasligi uchun venadan klapanlar bo'ladi. Xuddi eshik misol yopilib qoladi. Uni shular yetishmovchilik hisobiga pastga qo'yib yuboradi. Mana shuni hisobiga dimlanib, ishib. Bu nima asorat beradi? Kelajagida bir tromb berib yuborish xavfi bor. Shuning uchun oldini olib davolagan ma'qul. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga bitta like bosib qo'ying.